36 bab. Elihu sözünü davamlaştırıp mundaq dedi. Manga yana azraq vaqt degin. Men sana tushundirib beray. Xudo uchun deydigan so'zlarim bor. Men ko'p tarafdan naql keltirib, meni yaratgan Xudoning haqqoniyatini isbotlayman. So'zlarim asossiz emasdir. Mukammal bilimga ega biri yiningda turibdi. Xudo buyukdir. U hech kimni kamsitmaydi. Xudo buyukdir. U irodasidan yonmaydi. U razillarning yashashiga yo'l qo'ymaydi. Yo'qsullarga adolat beridi. U davomliq haqqoniylarga ko'ngil bo'lib, ularni hukmronlar qatorida esil o'rinlarda o'tirg'izib, mangu hurmatga sazovar qiladi. Agar ular kishanlanib, azob iskanjisida qolgan bo'lsa, Xudo ularning qilmishlarini o'zlariga ko'rsatib beradi. Ularning gunohlarini va takabburlikni bildirib qo'yadi. Ularning quloqlarini ichib ta'lim beradi. Yomonlikdan yiroq turishga buyuradi. Agar ular Xudoga bo'ysunib, uning xizmatini qilsa, bir umr baxtlik bo'lib, kunlarini xotirjamlik ichida o'tkazadi. Lekin ular Xudoga bo'ysunmasa, qilich ostida o'ladi. Bilimsiz holda halok bo'ladi. İmansızlarning qalbi g'azabga to'lgan bo'ladi. Jazolansimu shafoat tilamaydi. Ularning umri qisqa bo'ladi. Hayoti nomus ichida tugishidi. Xudo qiynalganlarni ashu azoblari orqali qutqizadi. Mushkulotlar bilan ularning quloqlarini ochadi. Xudo seni azobdan qutuldirib, kengri, erkin zeminga opirib, esil taomlar bilan huzurlantirishni xohlaydi. Lekin razillar tortishga tegishli jazo sening beshingga kelib qoldi. Xudoning adil hukmidan qechib qutulolmaysan. Ogoh bo'l. Hech kim boylik bilan seni ozdurumsun. Sen povrini ko'p elib, haq yo'ldan yanma. Acaba boyliklaring va o'z kuching seni mushkulotdan qutuldiralamdi? Tunning kelishini, ya'ni xalq halok bo'ladigan vaqtning kelishini arzu qilma. Ogoh bo'l. Gunoh yo'lini tutma. Chunki Xudo seni bu yo'lda ma'musun deb beshingga bu azobni tushirdi. Qara, Xudo o'zining kuch qudrati bilan ulug'lanadi. Kim uningdek insonga ta'lim beralaydi? Kim uningga yo'l ko'rsatib beralaydi? Kim uningga sen xato qilding deb aytalaydi? Sen uning qilganlarini maqtashni unutma. Kishilar uningga madhiya naqshlarini aytgandir. Xudoning qilganlarini butkul inson ko'rdi. Kishilar yiroqdan nazar salmoqda. Xudoning ulug'ligini bilishga qodir emasmiz. Uning yillarini sonig'ili bo'lmaydi. Xudo su tomchilarini yig'ib, uni yomg'irga aylantirdi. Bulutlardan yomg'ir yog'dirib, insonlarni uningdan bahramand qildi. Uning bulutlarni tarqitib, o'z makonida turib, chaqmoq chaqtirishini kim tushunalaydi? Uning to'rt atrofga yondirgan chaqmoqlari dengizning eng cho'nqur yerlarini yo'rtalaydi. Xudo mushundaq kuch qudrati bilan xalqlarni boshqarib, ularga mo'l taom atoq qiladi. U chaqmoqni qo'llariga ilib,
belgilengen nişanga, etilişiga emir kılıdı. Güldür mamının güldürlüşi, boranının kelivatkanlıkını jakarlaydı. Hatta bunu kalılamu sezeleydi.